Uzun HTML dersligi 39 qism HTML5dagi so'rab yetkash. So'rab yetkash drag va dropni o'z ichiga olgan bo'lib, HTML5 o'lchimining tarkibiy qismi hisoblanadi. So'rab yetkash ko'p qo'llanilgan alaylik bo'lib, bir elementni mouse orqali tutib turib so'rab yetkashni ko'rsatadi. So'rab yetkash obyekti har qanday bir element bo'laveradi. Biz bu uqumni tushunish uchun tövəndəki əmli misal qaraydigan bo'lsak, Mesela bu misalda ma rəsmni ramkaning ichiga bunda so'rab yetkazishga bo'ladi. Va yoki men ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, avval bu meningki asli kodini ko'rsak. Demak, buningda bu CSS kod orqali bu yerda ramkaga aniqlik berib o'tgandan keyin, bu yerda bu drop orqali funksiya bilan drop va drag ikki element orqali buning aniqlik bergan. Andan keyin biz bu div orqali bu yerda allow drop event, andan keyin drop event deb bu yerda buning qarta ustidagi ish harakatining keyin bu yerda yurgizilganligiga aniqlik berdik. Demak, mushkul unumga erishdik. Mana ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu misolda ikki katakcha o'tirsida bu rasmni, logo rasmini biz bunda o'zaro yetkazib bo'ldi. Masalan, men so'rab, moyoq keldim. Yani bu so'rab joyiga keldim. Demak, mush ikki o'rinda mushta yetkazib ishlatishga bo'ldi. Buning asli kodi qaraydigan bo'lsak, buningdimi shu allow drop funksiyasi, drag funksiyasi orqali bu yerda bu ikki div1 deganimiz, birinchi katakcha bo'lsa, div2 deganimiz ikkinchi katakcha, rasm bu yerda aniqlik berilgan. Mush orqali bu div1 bilan div2 o'tirsida o'zaro almashtirib so'rab yetkazishga bo'lganligiga aniqlik berilgan.